Assalomu alaykum obunachilar. Bugun sizlarga Minecraftga mod o'rnatishni o'rgatib o'taman. Mana Telegramga kirib Minecraft pastkacha mod pastkacha 888 deb yozasiz. Mana menyuga kirib, masalan, mana modlar bor, jihozlarni bosasiz. Mana yuklab olib, mana buni bosib, Minecraftni o'zi faqat shu safarni bosasizlar. O'zi avtomatik Minecraftga kirib ketadi. Hozir kira olasan. Do'stlar, mana playni bosasizlar. Masalan, joy yaratib, mana qalamchani bosib, mana bu yerda hammasini yoqib chiqasizlar, hammasini yoqib, keyin mana bu yerdan pastga tushib, resource packs degan bor. Shurga my packsga kirasizlar. Monitor activate etasizlar. Pastdagi yana my packga kirib, o'zi bu activate bo'lgan. Keyin playni bosasizlar. Hozir Rocket Minecraft o'rnatishni kanalda bor videosi, Minecraft o'rnatishni videosi kanalda. Mana endi joyim bu. Mana uch nuqtani bosasizlar. Katta qilib pastga tushirasizlar. Mana o'rnatilgan modlar. Yana boshqa modlar o'rnatishni xohlasangiz kommentariyaga yozing. Obuna bo'lishni istasangiz. Bu soatni boshqalarni ishlatib ko'rsataman. Mana bu bu lustra, televizor. Kitob ko'payar ekan. Kitobni ustiga bossanglar ko'payar ekan. Buni ana soat. Boshqa modlar yo qurollar, mashina yo kompyuter modlarini o'rnatishni kommentariyaga yozing, o'rgatib boraman. Obuna bo'lishni istasangiz. Hammasi ishlaydi. Hammasini yoqish kerak. Do'stlar, xayr. Rahmat. Obuna bo'lamiz. Kommentariya yozamiz, like bosamiz.